Oldin mana shu 30 mingga xullas qurilgan bo'lsa kerak, 24 mingga berib olamiz. 2 sotik, salkam 2 sotiklik joy. Tayyor somon, oshxona. Bitta ochsiz yuradigan. Ikkita xonasi bor, chiroyli. Xonaga 15 tadan odam sig'averadi. Ko'ryapsizlar? Vobshe dahshat. Короче, shuni olasiz, ishlatasiz. Xo'p, o tayyor turar joy, men orqa tomonda oshxonasini ko'ring. 24 mingga olma boru stoyt. Sababi bunaqa narsa qila olmaysiz turar joyda. Lokatsiyamiz Marg'ilonni sentriga mana shu yerdan 700 metr. Uzun hovuzda turibmiz. Uzun hovuzda joy. Ko'ryapsizlar, mana orqa tomonda ham joyi bor. Eng qizig'i orqa tomonda ham mana betondan bag'aga bitta bo'linsa, mana shu yerda qanaqadir letniy kuxnyami yoki nimadir qilib yoki uy solib olasizmi, batam sizniki bo'ladi. Xod naryoqdan bo'ladi. Xo'p, oldin bu tomon hammom bo'lgan, jomiy hammomni o'rni, bu tomon oldi tomon bo'lgan. Bunisi menimcha o'sha 2015-yildami, nechinchi yilda qurilgan. Telefon ham baraka qilib yuboramiz. 24 mingga tayyor turar joy, mana shunaqa kuxunliklari bilan, ham yo'g'i bilan, ikkita xonasi bilan tayyor 2 sotik ham bo'ladi. Sizlarga baraka kelsin. Sog' bo'linglar.